Mana Anvar Xudoy dasturxonda o'tirgan akamiz doim yaxshi kunlar bo'lsin. Xudoychilik ming yilchilik bo'lsin. Mana shunaqa yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Hammalaringizni bayramlar bilan. Asqar aka davom ettiring. Shu Xudoyim dasturxonda o'tiribmiz. Sherali tog'am, siz, Xudom shu yaxshi kunga davom ettiring. Qani chiroyli so'z. Anvar uylarda to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Mana bojalar o'rtasida o'tiribmiz, mana qudasi. Hammasi sog' bo'lsin. To'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Endi bojaga so'z beramiz endi. Hofiz, Marhamat, yo'q, Anvardan eshitaylik. Anvarda eshitamiz. Xushkul hammalaringiz rahmat kelganlaringiz uchun. Mana Xudomon gapirdi, shu xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin. Boja siz ham xonadonlarda yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi kunlarda bor xizmat qilaylik. Xudomda ham siz ham xonadoningizda yaxshi kunlarda bor xizmat qilaylik. To'ylarda xizmat qilaylik, Bobur to'ylarda, G'olib to'ylarda xizmat qilaylik. Shunday mana siz ham mana bu to'ylarda rahmat sizga mana shunday xizmat qilib berdingiz. Nasib bo'lsa keyingi to'ylarda ham sizning xizmatlaringiz mayli. Inshaalloh. Shu dadamdan bir qarshdan kelgan bir yaxshi bir tilak anav qiling. Bitta she'r, ota. Endi bizlar asli Bu haqida bir tilak. otalar haqida ko'p gap bor. Otalar buyuk otalarimiz bor. Bizlar bor. O'tgan otalarimizning ruhlari shod bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Keyinlar bitta turkmanchalda she'r aytaman. Ne'mat hoji buva mana yaqinda umra safaridan keldilar. Hoji oshlarni ham berdilar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin Ne'mat aka. Rahmat. Dadayimizni hurmat qilamiz. Rahmat. Anvarjon, Zafarjon, Asqar, boja. Ne'mat bu zo'r odam u. Albatta. Odam yo'q. Shunday insonlar ko'p bo'lsin. Bitta she'r anav qiling shu. Bitta turkmanchani bir nima mayli. qo'ldan kelgancha e'tiborlaringizga havola qilamiz. Baland dog'ing dubindagi bir ağaç. Dubi bir bo'lmasa chatib bo'lmayar. Duyayali dağda yatan dashlari el bilan ko'tarib olib bo'lmayar. Kalta do'ngdan baland bo'lmas minora. Yomon heley düşsa bir yaxshi ara. Boşin kesib qonin döküp ganara. Ya o'ldirib ya da satib bo'lmayar. El içinde seni ulg'aysading, seni yaman demas yaqinin zading. Alingda bo'lmasa bir gerek zading, boshing tutup meniki deb bo'lmayar. Faqirlar mol istar, boylar zar diyen bir yolg'iz eshakli otim nar diyen dunyoga doymoq yo'q, vah ber diyen ko'ngil maqsadini yedib bo'lmayar. Maqtum guli so'zing dinglar bo'lmasa, nasihata quloq salam bo'lmasa, yigit ko'ngli sevanini olmasa, din jalib parag'at chekib bo'lmayar. Otalarni haj, umra safariga jo'natib yashab bo'lmasa, bu tiriklikda, bu hayotda yashab bo'lmaydi. Anvar boja ko'ngillar to'lmaydi. Sog' bo'linglar. Rahmat. Otalarimiz sog' bo'lsin. Mana umralarga jo'natib, shu buvalarni olib kelyapti. Shunday buvalarni jo'natib umralarga men rahmat. Bunday odamlar juda kam. Bunday onalar boya bolalar juda kam. Otalarni mana umralarga jo'natib kelib, mana anolarni xudoylarni qidirib, mana ya o'tirib anolarni oshlarini yedik. Malades. Shunday odamlar ko'paysin. Bojalardagi odamlar ko'paysin. Shuni niyat qilgan Bizlarga ham nasib aylasin. Nasib aylasin. To'g'risini bir nimani aytishim kerak. Zafarjon, Asqar, Anvar, avvalambor bilib bilmagan gunohlarimizni Allohning o'zi kechirsin. Faqat haq yo'lda hidoyat sari yuraylik, iymonimiz bilan birga bo'laylik. Faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Sog' bo'linglar.
Bayramlar muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Bu ham yuzlarga kirsin. Hammamiz Sizga ham ovozingizni bersin aka. rahmat, yashanglar. Bizlar ham shu kunlarga yetsin, bizlar ham yetaylik.